Bugun sizlar bilan barakali, yarmi tvorogli va olmali bo'lgan pirog tayyorlaymiz. O'zi ham og'izda erib ketadigan bo'ladi. 3 piyola un bilan 300 gramm margarinni urvoq qilib olamiz. Alohida idishda shakar, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq sodaga 1 choy qoshiq уксус, xohishga ko'ra vanilin, smetana yoki qaymoq yoki qatiq. Qaysi bir o'yingizda bo'lsa qo'shib, yumshoqqina xamir qorib olasiz. Aytgancha unni ko'p qo'shib yubormang. Bo'lmasa pirogingiz u darajada og'izda eriydigan bo'lmay chiqadi. Xamirimizni kattarog'ini listimiz razmerida yoyib olamiz. Tvorogli nachinkasi uchun 1 kilo tvorog, 2 osh qoshiq manni kruppa, shakar, 1 osh qoshiq smetanani solib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu orada olmalarimizni ham po'stlog'idan archib to'g'rab olamiz. Yarmi qismiga olma va tvorogli nachinkani solib olib, o'z qismiga esa olib qo'ygan xamirimizdan lentishkalar yasab olib bezatib olamiz. So'ng qizib turgan duxovkada 182 gradusda tepa pastni qizartirib pishirib olamiz. Aytgancha, pirogim pishgunigacha sizlarga zo'r narsani ko'rsatmoqchiman. Hamma maqtaganiga akvamarindan men ham olib, sarig'i anchadan beri ketmaydigan dasturxonimni oqartirib ko'rishga harakat qildim. Judayam bir pasda reaksiyaga kirishib, bir zumda oqartirib berdi. So'ng bolajonlarimni rangli kiyimlarini ham oqartirishni boshladim. Qizlarjonlar judayam bir pasda reaksiyaga kirishib, bir zumda chini-chiroq qilib tashladi. To'g'risi kutmaganda a'lo natijalarni ko'rsatdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Albatta ishlatib ko'ringlar. Ana endi tayyor bo'lgan pirogimizni ustidan saharni pudrani sepib olib, chiroyli qilib kesib olib, sovigan holatda dasturxonga tortamiz. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta yo'riqchani bosib, o'zingizga saqlab oling. Barchangizga yoqimli ishtaha.